Başlarım. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston xalqi, O'zbekistonliklar, millatimiz. O'zbek millati uchun bir leksiya qilishni lozim deb topdim. Sababi hozir internet rivojlanib, kommunikatsiya rivojlangani uchun faqat Xorazmdan emas, Vodiydan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkentdan ham internet orqali ko'rib ko'p mana savollar bo'lib turibdi. Shu savollarga umumiy javob berajakman. Shu bola masalasi bo'yicha. Endi bizada O'zbekistonda bu qonimizga kirib ketgan, singib ketgan narsa oila qurish, bu bola tug'ish bilan deb o'lchanadi. Bola tug'ishga qaratiladi. O'zi normada oila qurish bu sevib, sevilib yashash uchun, baxtli yashash uchun, lazzatlanib yashash uchun Alloh bergan ne'mat bu. Faqat odamzodga berilgan bu insoniy his tuyg'u bilan yashash. Lekin hozir aytganimdek, biza jinsiy ilm bermaymizda, bolani qizni bo'yini o'stirib, qo'shib 9 oyda bola tug'dirib, shuni hayot deb turibmiz. Eng katta xatomiz ham shu. Yana yaqinda Vodiydan telefon qilib, 2 yil bo'ldi oila qurganimizga, bolamiz bo'lmay turibdi, ko'p joylarga bordik, sizni leksiyalaringizni ko'rib, siz chiqib turibmiz deb telefon qilishdi, arxatullah. Shunda tushuntirsam, bir o'zbekning qonuna kirgan yana bir narsa bor, Xudoni bergani bo'ladi degan narsa, Xudo bermay turibdi degan narsani so'zladi, keyin menga tushuntirdim. Xudo odamzodga hamma narsani berib qo'yibdi. Xudo odamzodni aql bilan yaratdi. Xudo odamzodni jinsiy aloqani lazzatlanish uchun har kun berdi. Agar tug'ish uchun bo'lganda hayvonga o'xshab yilda bir marta yoki ma'lum bir davrda mavsumiy jinsiy aloqa berar edi deb qisqacha tushuntirdimda, endi shuni hozir izohlab berajakman. Fikrini ozgina o'zgartirdim. Shuning uchun o'zi O'zbekda maqol ko'p, O'zbek ham o'ta aqlli insonlar ko'p chiqqan, genimiz juda katta bizani rivojlangan, bizdan Ibn Sinolar chiqqan, Beruniylar chiqqan, Al-Xorazmiylar chiqqan. Demak, genimiz o'ta rivojlangan. Shuning uchun ham butun dunyodan O'zbekni yurtina turistlar keladi. Agar shu genimizda shunday bir kuch bo'lmaganda, genimiz asl bo'lmaganda, bunday zdaniyalar, yana 2000 yillik, 2500 yillik zdaniyalar, inshootlar qurilmasa, yana Xiva keladilar, Samarqandga keladilar, Buxoroga keladilar. Shunday chiroyli joylarimiz bor. Bu joylar ne uchun bo'ladi bu? Ilmli insonlar qiladi. Shuning uchun dunyodan shuncha turistlar keladi. Lekin hozir aytgan bizada mentalitet degan narsa bizning qonimiz bilan kelgan yana bir xato fikrimiz. Shunday bo'lishi kerak deb o'ylaymiz-da. O'zi mentalitet degan narsa nima bu? Bu odamni aqli bu, odamni dunyo qarashi bu, odamni fikrlash darajasi bu. Bu narsa qaqilib qolinishi kerak emas. Bizda mentalitet shunday, shundan o'tmasligimiz kerak degan narsa. Ya'ni hozir aytgan oila qurdik, 9 oyda tug'ish degan narsa bu mentalitet bilan kelgan deb aytiladi. Lekin bu o'ta katta xato. Sababi hozir aytdim, jinsiy aloqa odamzodga chiroyli yashash uchun, sevib yashash uchun, baxtli yashash uchun bergan. Tug'ishdan saqlanish uchun odamzodga aql bergan Alloh. Faqat odamzod bolani planlashtirib, rejalashtirib tug'ish imkoniyati bor. Men tushunish uchun aytib o'taman, hayvonni Alloh aql bergan emas. Shuning uchun baloga yetadi, jinsiy aloqa qiladi hayvon ham, bu uyat narsa emas, bu narsa tabiiy narsa, fiziologik proses hisoblanadi. Tug'ish uchun jinsiy aloqa qiladi. Shuning uchun yilda bir marta aloqa, ma'lum bir davrda jinsiy aloqa, bola tug'ish uchun. Lekin hozir aytdim, odamzodga chiroyli yashash uchun jinsiy ong berilgan, jinsiy hayot berilgan. Lekin uni o'stirishni Alloh o'zina bergan odamzodni. Shuning uchun ota-onani bergan Alloh odamzodga shu jinsiy hayotni to'g'ri tushuntirishi, jinsiy hayotga tayyorlashi, jinsiy ongni o'stirishi, jinsiy tarbiya berishi bu faqat odamni ota-onasina bog'liq. Shuning uchun men o'zbek xalqi deganimda butun o'zbekistonliklarni nazarga solib oldim. Bizning O'zbekda bu temada umuman ilm yo'q, ilmiy asoslangan kitoblar yo'q, tarjima qilingan kitoblar yo'q. Sababi
bizning jamiyatda bu uyat deb yoshlikdan hammaning miyasına quyilgan. Shuning uchun bu temada gapirishni o'zi ham bir qiyin. Lekin men как mutaxassis sifatida bu narsani ilmiy asoslangani uchun hech qo'rqmasdan gaplashim mumkin. Sababi hozir aytdim, Moskvada ilm olib keldim, andrologiya bo'yicha. Shularni ilmiy kitoblarni o'qib, ilmiy yondashlarini ko'rib, fikrimni o'zgartiryapman. Sababi men ham miyam shu o'zbekning miyasi nechuk rivojlangan bo'lsa, yoshlikdan shunday rivojlangan. Ota-onamiz taraflama, ko'rilma, qarama, uyat oladi degan gaplar bizlarga ham aytilgan. Lekin o'zgarish kerak odam. Sababi hozir aytdim, mentalitet bu miya o'yib yozilgan narsa emas. Bu o'zgaradigan narsa. Endi o'zbekda odatlar ko'p, chiroyli odatlar juda ko'p. Shu chiroyli odatlarni olib qolib, yomon odatlarni chiqarishimiz kerak. Yomon odat deganimda hozir aytgan oila qurishni doğuş uchun degan odat bu o'ta xato. Shu uchun yana hozir aytdim, jinsiy ilmi bo'lmasa, bola bilan qiz bir-birini tushunmasa, chiroyli jinsiy hayotni yashab bilmasa, ayol kasaldan chiqmaydi. Ayol kasaldan chiqmasa, tug'iladigan nasl ham kasaldan to'lib tug'iladi. Shuning uchun saqlanganni saqlayman deydi Alloh, aqlni shuning uchun bergan. Aqlni to'g'ri bersak, hozir men shu ilmni berajakman. Nima uchun? Sababi o'zbekda uyda ota-onada bu gaplar yo'q. Shu ota-onaning aqlini o'stirish uchun qilayotirman. Ota-onaga ilm berish uchun qilayotirman. Butun dunyoda bu narsa bor. Rivojlangan jamiyatlarda bu narsalar ota-ona taraflama qilinadi. Yana bizda hozir oldimcha Arxatulloh keldi. Yana 1 yil bo'lgan oila qurganna bola yo'q. Undan buna yurib, undan ona yurib, doktor bo'lib, hozir men yana 1 soatda leksiya qildim, tushuntirdim. Endi bizning o'zbekchilikda bu narsani o'zi shular bilan olib ko'rsatsam chiroyli bo'lar edi, lekin ular xalamaydi. O'zini ko'rsatishni xalamaydi. Uyat deb uda qilgandan keyin bu gapni bu kamera orqali gaplashishni xalamaydi, savol berishni xalamaydi. Sababi hozir aytdim, bu temada nolmiz. Shu oilaga men hozir 1 soatlab tushuntirdim. Oila nima uchun quriladi? Ailada qachon sog'lom farzand dunyoga keladi? Ailada qachon baxt bo'ladi? Bu doğuş bilan emas. Endi bizning o'zbekda yana bir fikr bor. Aile mustahkam bo'ladi, bola bo'lsa deb. O ham xato fikr. Aile mustahkam bo'ladi qachonki er-xotinning o'rtasida mehr, muhabbat bo'lsa, sevgi bo'lsa, insoniy lazzat bo'lsa. Doğan bilan aile mustahkam bo'lmaydi. Majburiyatdan yashaydi u. Majbur holatda yashaydi u. Sababi boshqa imkoniyati yo'q uni. Shuning uchun uyda hozir aytdim, ota-ona to'g'ri ilm bermagani uchun, ota-onani o'zi to'g'ri yashamagani uchun to'g'ri ilm berib bilmaydi. Uchun bir aqlli nemis bu olim aytadi, odamlarning eng katta xatosi o'zidan oldin o'tgan ajdodlarining xatosini ko'r-ko'rani takrorlashidir dedi. Shu hozir aytgan gaplarimni asosiy mazmuni shu yerda yotibdi. Ota-bobomiz shunday deb kelayotir deb biz hozir shunday hayotni yashashga majbur bo'lib turibmiz. Lekin ota-bobomiz eshak arva deydi. Oldin shunday yurganlar eshak arvada. Rivojlanman bundan bir 60 yil, 70 yil burunlar bo'lgan emas hozirgi rivojlanish, hozirgi internet, hozirgi mashin, texnika bo'lgan emas. Lekin shu rivojlanishlarda biza yana arkada qolib, hozir aytgan fikrimizni to'g'rilamasak, yurtimiz o'zini o'zi chiroyli bo'lmaydi. Yurtimizda o'zini o'zi aqlli farzandlar dunyoga kelmaydi, sog'lom farzandlar dunyoga kelmaydi. Sababi shu uchun Alloh harakat qilsang barakatini beraman dedi. Harakat inson bo'lisha, harakat ilm olisha, harakat sevib oila qurisha bo'lsa, ana biza hayotimizni go'zal qilib, naslimizni sog'lom aqlli qilib bilamiz. Shu uchun odamzodning sog'ligi 90% o'zini aqlina bog'liq, 10% meditsina, doktorlarga bog'liq degan narsa bor. Bu butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining statistik ma'lumoti hisoblanadi. Bu meni gapim emas. 90% aqlina bog'liq. Nima degani u? Hozir aytgan to'g'ri ilmni ota-ona to'g'ri bersagina, u to'g'ri yashab biladi, chiroyli yashab biladi, baxtli yashab biladi. Ota-ona bermasa, hech qachon u ilmni tashqaridan o'rganib bilmaydi. Doktordan ya
maktabda o'qituvchidan yo ko'chada qo'ng'ishidan yo o'zidan katta bolalardan, qizlardan olib bilmaydi. Sababi uyda olingan ilm asosiy ilm hisoblanadi. Shuning uchun hozir bu leksiya mavzusini ota-onalarga boshlab turibman. Ota-onalarimiz hurmat qilishni, sevishni, chiroyli yashashni bilishi kerak. Sevish nima bu? Sevish bu jinsiy ilm bu. Sevish bu jinsiy madaniyat bu. Jinsiy hayotni chiroyli yashash uchun sevib yashash degani jinsiy ilmni olishi kerak. Bolam, qizim. Shu ilmni asosini faqat ota-ona berishi kerak. Uning uchun ota-onani o'zi yashashi kerak sevib. Shuning uchun hozir aytdim, bizda bu gaplarni gaplash taqiqlangan deymizmi? Ya shu uchun yana televideniya orqali ko'rsatilmaydi, katta markaziy televideniyalar orqali bu gaplar aytilmaydi, ko'rsatilmaydi. Sababi hozir aytdim, bu uyat deb kiritilgan. Lekin hozir internetda ko'rib turibmiz, bu narsalarni hech qanday uyat joyi qolgani yo'q. Ayollar chiqib so'zlab turibdi. Sababi ayolni baxtli, chiroyli, sog'lom yashashini erkakka berilganini bu dinda ham, meditsinada ham, ilmda ham tasdiqlangan narsa. Uni isbot qilish shart emas. Shuning uchun ayolni lazzatlantirish bu erkakning vazifasi. Lekin shu vazifani erkakka, o'g'il bolaga, ota-ona yoshlikdan to'g'ri tushuntirmasa, unga ters tarbiya bersa, hatto ilmni noto'g'ri deb aytib tushuntirsa, ko'rma desa, eshitma desa, so'rama, uyat oladi desa, u bolalarni jinsiy ong'i o'smaydi. Qizniki undan betar. Shu holatda oila qurilib, majburiyatdan hayot yashalib, majburiyatdan bola tug'ilib turibdi. Shuning uchun oxiri zamonni bolalari yantaqa zangi qo'yib chiqadi, narvon qo'yib chiqadi deydi. Kichaymaydi bola. Nimjon, kasalvand, ilmsiz bo'lib boraveradi. Aqliy darajasi past bo'lib boraveradi. Nima uchun degan savol. Ota-ona to'g'ri yashamagani uchun, ota-ona sevib yashamagani uchun bo'lib turgan holat bu. Shuning uchun bu leksiyani endi uzoq qilib o'tirish shart emas. Maqsadim shu o'zbek xalqini ham inson bo'lishini, o'zbek xalqini ham ilm olishini, o'zbek xalqi ham sevib oila qurishini, o'zbek xalqini planlashtirib, farzandni dunyoga keltirishini, farzandni mas'uliyatini bilishini, dunyoga keltirgan farzandina to'g'ri ilm berishini, to'g'ri ong'ini o'stirishini, jinsiy hayotga tayyorlashini xohlanim uchun men hozir gapirib turibman. Sababi o'zim o'zbekman. Shuning uchun o'zbekni, millatimizni kelajagi o'zimizga bog'liq. Bu gaplarni tashqaridan kelib boshqa millat vakillari gapirmaydi. Nemis, rus millati bu gaplarni gapirmaydi. Nima uchun? Sababi boshqa millata bizning millatni ilmsiz bo'lgani yaxshi. Aqlsiz bo'lgani yaxshi, qullarni do'g'ani yaxshi. Sababi uni bolasi qilmaydigan ishni bizning bolalar qiladi. Ilmsiz bolalarimiz qiladi. Shuning uchun yurtim uchun, millatim uchun yonib ko'yib bu gaplarni gaplasha men qaror qildim. Yana davom qilamiz. Savollaringiz bo'lsa bemalol beringlar. Sababi beshikdan qabrgacha ilm izla deyilgan gapning ma'nosi ham shu yerda. Biz uni so'ramasak, o'qimasak, eshitmasak, ko'rmasak hech qachon ilmimiz oshmaydi. Hech qachon hayotimizni to'g'rilab bilmaymiz. Hech qachon to'g'ri yashab bilmaymiz. Hech qachon farzandimizga to'g'ri ilm berib bilmaymiz. Bu bilan o'zimiz o'tirgan shoxiga bolta uramiz. O'zimiz o'tirgan daraxtni chopamiz. Mevamizni yo'qotamiz. Shuning uchun ilm olalli, inson bo'lalli, sevishni bilalli, farzandni aql bilan planlashtirib doğalli. Hamma narsa o'zimizga bog'liqligini qisqacha qilib tushuntirdim. Savollaringiz bo'lsa bemalol. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.